Bugun sizlar bilan uy sharoitida mol go'shtidan jizbiz tayyorlaymiz. Avvalo 2 kilo mol go'shtini videoda ko'rsatilgandek ingichka bir xil o'lchamda to'g'rab olamiz. Tuz, kashnish, maydalangan zira va ozgina kraxmal hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Qozonga 5 litr yog' solamiz. Kartoshka firini tashlab oltin rang bo'lguncha qovurib olamiz. Endi eng muhim jarayon go'sht. Birinchi bosqich 180 gradusda 1 daqiqa go'sht ichidan pishadi. Ikkinchi bosqich 220 gradusda atiga 30 soniya tashqi tomoni qarsillov bo'lib qizaradi. Hammasini laganga solib, ustidan yangi limon sharbatini siqamiz va 5 daqiqa dimlab qo'yamiz. Bu orada go'sht pishgan xushbo'y yog'da Samarqand nonini ham qizartirib olamiz. Nonlar qarsillab oltindek bo'lib pishadi. Yoniga esa piyoz ko'katlarini mayda chiroyli to'g'rab 5 daqiqa dam olgan go'shtimiz bilan laganga podacha qilamiz. Mana sizga haqiqiy milliy taom, sodda lekin juda mazali.